شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Qarindoshlar, biz ilgirki darsimizda Sura Baqaraninki 83-oyatini o'qib to'xtagandik. Ya'ni Allah subhanahu va taolo Banu Isroildan olgan ahdi misaq ustida ketayotgan. Biz ilgirki darsda deb o'tdik. Ahdi misaq demak ularning ustiga yuklangan taklifat. Taklifat normalda qil va qilma degan ikki turni o'z ichiga oladi. Musulmonning banduli sifati bilan Alloh subhanahu va taolo tarafdan qilingan taklifatlari bir bo'lak Alloh xohlagan ishlarni qil degan buyruq bilan va qilma degan buyruq bilan shakllanadi, ifodalanadi. Biz ilgirki 70-83-oyatimizda Banu Isroildan taklifat shaklida e'lonlangan ahdi misaqninki qil degan buyruq shakldagini o'qib o'tgan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Banu Isroildan Allohga yolg'iz ibodat qilish, ota-onalarga, tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilish, kishilarga chiroyli so'z qilish, namozni o'rtaga olib chiqish, zakot berish qatorliq bir bo'lak buyurilma shakldagi taklifatlarni anglab o'tgandik. Bugungi darsimizda cheklama xarakteridagi taklifatlar, ya'ni Alloh Banu Isroildan olgan cheklama xarakterli taklifatlar haqida so'zimizni davom qilamiz. Ya'ni shu oyat uzluksiz Banu Isroil haqida ketyotdi. Bu oyatni Alloh subhanahu va taolo aslatma sifatida iz degan so'z bilan boshladi. Nechirat deb o'tdik. İz degan so'z Qur'onning qaysi bir joyida kelsa, o'tmishda ilgirida yuz bergan ishni aslatma shaklda mazmun ekanligi biz ilgirki darslarimizda so'zlangan. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo deyotdi: "Astaizu billah va iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum va la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun." Yani öz vaqtida. Demek ki sizlar bunu bilasizlar demakki. Sizlar bunu bilasizlar. O'zinglarning nima ishlari buyurilganligini, nima ishlardan cheklanganligini bilasizlar. Eslanglarmi shuni? Bugungi kuninglardan og'rinmanglar sizlar. Bugungi xorliqinglardan og'rinmanglar sizlar. Allohning rahmatini qo'llanganligingning sababini boshqa yoqdan izlamanglar. O'zinglardan izlanglar. Chunki o'z vaqtida biz sizlardan shundoq bir ahdi misaqni olgan to'q. Öz ara birisi-birisinglarning qinini to'kmanglar. Öz ara birisi-birisinglarga tajovuz qilib, yurtinglardan haydab chiqamanglar deb biz sizlardan ahd olgan to'q. Sizlar buni hammanglar iqror qilasizlar, sizlar iqror qildinglar. Sizlar uni guvohlik bersizlar, buni bilasizlar sizlar demakchi. Bu sizlarning jinoyatinglar demakchi-da. Ya'ni biz Alloh subhanahu va taoloninki iz degan so'zni anglagan vaqtimizda shuni bilishimiz kerak yana. Qachon sen Qur'on tilovat qilib o'tib, Qur'onda iz degan so'zni o'qiganingda, iz degan so'zni anglaganingda bu yerda shuni bilishing kerak. Bu izning ma'nosi o'tmishdagi manda ish bo'lgan vaqtni esla degan bo'ladi. Biz ilgirki darsimizda deb o'tdik, oyat tilg'anilgan misaq degani mustahkam, chin va'da degan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolaning la tasfikuna dima'akum degan so'ziga kelsak,
İlgirki ayetde, ma'nın aldığıdaki ayetde Allah subhanahu wa ta'ala ahdi misaqda Allah'a yalğız ibadet qilishni tilga olgandi. Ata-onaga yaxshilik qilishni, tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishni tilga olgandi. Kishilarga yaxshi gap qilinglar. Namoz degan bir ibodatni o'rtaga ep chiqinglar degandek ilgirki oyatda tilg'ilingan 8 turlik ahdi misaqni ilgir tilga olgan oyatning oldida. O ahdi misaqlarning hammasi buyruq shaklidagi, hammasi qil degan shakldagi ahdi misaqlar. Endi ahdi misaqni biz ilgirki darsimizda bir taklifat, ya'ni bandining ustidagi bandichilik yuki, ya'ni bandichilik vazifasi deb tushundik ya, vazifaning hammasi qilinmaydi, ba'zi qilmaydi. Dal shu ahdi misaqni to'liqlama sifatida Alloh subhanahu va taolo bu oyatda qilma degan mazmundagi ahdi misaqlarni, yuklamalarni so'zlayapti. Biz degandek, chunki ibodat deganimiz yuqorida biz deb o'tdik. Buyruqqa itoat qilish, cheklamalardan yenish. Ikki narsada aks etadi. İtaat degani, qil deganni qilish, qilma deganni qilmaslik. Ilgirki oyatlarda qil degan mazmunlar va bugungi oyatimizda qilma degan mazmunlar bor. Ana bu Alloh Banu Isroildan olgan bu ahdi misaq tuvandagi narsalardan cheklaydi. Birisi la tasfikuna dima'akum. Ya'ni sizlar o'zaro bir-biringizning qinini to'kmanglar degan bo'ladi. Buning ma'nosi aranglardan har kishi o'zining qarindishining qinini. Chunki qarindishi u, o'zining millatdoshi, yurtdoshi u. O'zaro bir-biringizning qinini to'kmasin. Ana mushurunda dima'akum. Sizlarning qininglarni deb, sizlarning qininglarni to'kmasin dedi, to'kmanglar dedi yana. Bu bir gap bor. Buni sal turib izohlaymiz. Sizlarning qininglarni to'kmanglar deyapti, ha? Undan keyin deyapti: "Va la tukhrijuna anfusakum min diyarikum." Sizlar o'zinglarni yurtinglardan qo'g'lab chiqarmanglar deyapti. Bu yerda qo'llangan ifoda men tushundigan vaqtda o'zaro bir-biringlarning deb tushundirgan bilan oyatning o'zida qininglarni to'kmanglar. Maxsus shaklda qo'llangan ifoda. O'zinglarni yurtinglardan chiqarmanglar deb maxsus shaklda qo'llangan ifoda. Allah nima uchun bu xil shaklda ifoda qo'llanildi? Odam o'zining qanisi to'karmi? O'zini o'zi yurtidan qo'g'lab chiqaramo desa, chunki bizga yuklanayotgan, bizga kelayotgan iymoniy hukm, iymoniy jamoatga bir butun birlik degan shaklda xitob qilyapti. Bir butun birlik biz. Ahmadning urulg'ini butun millatning urulg'ini, Samatning yurtidan haydab chiqarilg'ini, butun millatning yurtidan haydab chiqarilg'ini. Ismoilning qinining tukalligini, butun millatning qinining tukalligini. Men sen u yo'q, faqat biz bor. Qur'on buni demakchi, hammanglar bir butun gavda. Bu gavdaning ichidan kimning qini tukalsa, sizlarning qininglar tukalgan bo'ladi. Bu gavdaning ichidan kim yurtidan haydab chiqarilsa, şu milletning o'zi, şu bir butun gavdaning o'zi yurtidan haydab chiqarilgan bo'ladi. Bu nuqtadan bu yerda o'zaro bir-birisining qinini to'kmaslik maqomida, o'zaro bir-birisini zulm qilib, tajovuz qilib yurtidan haydab chiqarmaydigan bu maydonda Alloh qanday ifoda qo'llanadi desa, o'zinglarning qinini to'kmanglar, o'zinglarni yurtidan haydab chiqarmanglar demakchi. Yani çünkü bir millettin, ummettin bir adamның qinining to'kalgani, bir adamның zulmga uchragani hammamizning zulmga uchragan. Çünkü onun bugun kelgan kun atam menga keladi. Bu aynı gap. Şoňlaşqa Peygamber aleyhisselam hadisda umumiy musulmon jamiyatni tasvirlab, mu'minlar o'zaro bir-birisiga mehribonlik, mehr-shafqat kuyinishda bir bedenge o'xshaydi, bir tanga o'xshaydi deydi. O tendin bir a'zo og'risa, boshqa a'zolar birdam qizib, qizdimizni o'rlab, birdam uyqusiz qilib, billa azoblanadi uningga. Shu a'zoga yuzlanadi. Bir tishimiz og'risa, qo'limiz tishimizdan kelmaydi. Zehnimizga boshqa narsa kelmaydi. Yo'lmong'imiz kelmaydi. O ağrıp baqqanlarımız biladi buni. Bedendeki qaysi bir a'zo og'risa, boshqa a'zolarmi şu a'zo uchun azoblanadigan gap. Aynı şekilde bir jamiyat qaysi birsi jamiyatda zulmga uchrasa,
Qaysi birisining qini tükelsa, jamiyatning bir butun qini tükelga o'xshash bo'ladi. Mana bu islom bizdan istagan, talab qilgan jamiyatning misoli. Agar mana shunday bo'lmagan vaqtda biz o'lchamlik jamiyatga aylanmagan bo'lamiz, u vaqtda bizga na g'alaba, na Allohning rahmati kelmaydi. Demak, bu yerda ifodalanayotgan ifodada xuddi iymoniy jamiyat bir butun birlikdek, ya'ni bir butun bir gavdidek. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdagi mushunga o'xshagan xitoblarni boshqa oyatlarda qilg'ilib, masalan sura Nur'ninki 61-oyatida uyga kirgan vaqtida salom qilish haqida bir oyatni tushirglik yana. Fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyiba. Sizlar uylarga kirsanglar, o'zinglarga salom beringlar deydi. Hey, kishi uyga kirsa, qana o'ziga salom beradi? Masalan, men uyimga kirsam, o'zim qanday salom qilaman? Bu yerda xuddi Alloh mu'minlarni bir butun birlik deb turib xitob qilayotgan ifoda bu. Sening boshqalarga salom qilganing, o'zingga salom qilganing. Chunki u sen o. Sen boshqalarga salom qilsang, sana boshqalar salom qiladi degandek ifoda. Bugungi hozir biz o'qiyotgan oyatdagi ifoda bu ayni ifoda. Ya'ni la tasfiku dima'akum degani o'zaro bir-biringlarni o'ldirmanglar. Sen onu öldürsen seni o öldürürdü. Yani iki adam birisini öldürse öldürgücünün kısasen öldürülüdü. Kısas elinedi, kısas. Şunu olan öldürgücümü ölüdü, öldürülgücümü ölüdü. Hesapta adam üzünü öldürgen buldu. Ama Kur'an-ı Kerim'de وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ Kısasta hayatlık var degeni başkalarını öldürüşten çeklegenlik, başkalarının kanını tökmegenlik, üzünün kanını tökmegenlik. Endi ma ayette kullanılan la tasfikune dima'akum degan ifade. Yani safaka degan pilden çıkan söz. Safakaning asli lug'at ma'nosi qon to'kish, xumor bo'lish degan ma'noda. Shunga qonxo'rlar deb bir ifoda bor bizning Uyg'ur tilida, arab tilida saffah deydi. Qonxo'r. Yani o'ltirsa ko'ngli xo'shib qoladigan, boshqalarning qonni to'ksa tomosha qiladigan, huzurlanadigan bunday bir holatni safaka deyiladi. Hammalar bilamiz, dima'akum degan qininglar degan bo'ladi. Ya'ni jismda odamning hayot bo'lishiga zarur bir suyuqlik, buni tushuntirmasam bo'ladi. Undan keyingi oyatda va la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Ya'ni sizlar o'zinglarni o'z yurtinglardan chiqarib atmanglar. Ya'ni o'zinglarni o'z yurtingdan chiqarib atmanglar ifodasini bayatni tushuntirgandek ifoda, ya'ni sen uni chiqarding, seni boshqasi chiqaradi. Chunki har bir odam o'zidan tuvallarning haq huquqini qo'g'dimaganda, u odamdan yuqori odam bunigini qo'g'dimaydi. Ya'ni o'zaro ba'zilarni o'zaro bir-biringlarni yurtdan chiqarib atmanglar degan bo'ladi. Ondan keyin bu buyruqlar Banu İsrail'den ilingan, Banu İsrail'ga tushirilgan buyruqlar. Birisi cheklama sifatida, birisi buyruqlar sifatida. Ani qilinglar, bu va'dalarni olib da bu va'dani olgan, ondan keyin sizlar bunda qilmanglar deb bu va'dalarni olgan. Bu va'dalarga kim hadigan desa, mu'minlari, Banu İsrailning ichidagi haqiqiy iymon sohiblari bunga hadigan. Shularni Alloh subhanahu va taolo tuandagi so'z bilan bog'lab tushuntirib o'tdi. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Sizlar bunga hammanglar iqror qildinglar, ma'qul dedinglar. Sizlar shunga guvohsizlar, e'tirof qildinglar sizlar guvoh. Ma'nodagi tashhadundagi shahodat degani o'zi ko'rgan bir ishni boshqalarga desh. Munda bo'ldi deb. Masalan, sotchi guvohlardan so'raydi. Çünkü guvohchilar hadisni guvohchilar ko'rgan hadislarni rivoyat qilib turadi. Sen ko'rgan narsangni degan vaqtingda sen guvohchi bo'lasan, guvohlik bergan bo'lasan. Yani xuddi bu yerdagi bu ahd misoqni anglagan kishilar bu ahd misoq shu anglagan kishilar nazarida amaliy, real bir ishda tasirlayotgan gapda. Çünkü reallik shu. Bular reallikni biladi, buningga o'zima ha deydi. Shunga va antum tashhad. Odatda normalda yolg'on guvohlik berib deymiz, reallikni o'zgartirib yolg'on guvohlik berib. Ammo bular va antum tashhadun degani reallikni o'zgartirmaysizlar. Bo'lgan ish shu. Sizlarning og'a va'damiz shu va sizlarning undan keyingi u va'daga qarata qilgan amaliyatinglar u shu. Ko'z oldingizda bor hammasi. Sizlar buni bilasizlar, buni e'tirof qilasizlar demakchi. Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah'ı zamanda yaşayan Resulullah'ın devrideki Yahudilarga hitap kılıp bularning ilgirki ecdatlarından yüz bergen işlerini bular esıltıvatıdı.
Bularning ahdi misaqlar tutgan pozitsiyasini bularga asıltıvatıdı. Yani ularga öz vaqtda turdigini üstüge kötəgənligini asıltıvatıdı. Bu bir ma'ruf hamma biladigan bir masala Yahudlarning hamısı biladi. Demek Qur'on nima demakchi bu yerda desa, Qur'on demakchiki sizlar bilasizlar, bilib turib o'zgartdinglar ma yo'lni. Sizlarga tushgan Tavratni o'zgartdinglar sizlar. Sizlarga bergan yo'lni o'zgartdinglar sizlar. O'zingizning havasiga to'g'ri kelganini, xiyoliga to'g'ri kelganini tatbiq qildinglar. Xiyolingizga to'g'ri kelmaganini tatbiq qilmadinglar. Buning intayin ko'p misollari bor. Yahudiylar o'zining ahvoliga mos kelganini shu bo'yicha voy din deb turib, voy u deb turib, voy bu deb turib tatbiqlaydi. O'zining amaliyatiga mos kelmaganini bular tatbiqlamaydi. Hatto o'zining yo'lidan chiqsa-mu roziga tatbiqlamaydi. Hammalar bilasizlar, Payg'ambar alayhisolamning davrida ahli kitobdan bir ayol zina qildi. Banu İsraildan, ya'ni Yahudilardan. Bu ayolga rajmini tatbiqlag'usi yo'q bularninki. Ya'ni ya o ayol shu qabilashidagi cho'ngroq yuzlik birisi, uningga chaqa qilolmaydigan birisi hisobda. Asli o'zining Tavratidagi ahkomlarga olsa, uningga rajmi jazosi berilishi kerak. Bular buni bir ish qilib bularmi degandek bexil ko'ngil havisidan keyin kirib Rasulullohning qashiga kelibdi. Hamza Muhammadun sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh bularga o'zining Tavratiga qarashqa, Tavratdagi hukmni ijro qilishga buyurdi, ya'ni rajm qilishga. Bular alman talman shaydan chiqib ketadi. Bunda voqealiklar intayin ko'p. Demak, buni navbat kelib qilib o'zining ishiga yaramay qolsa, o'zining shariatidan o'zi e'tirof qilmayotgan yana bir shariatga boradi bular. Ammo o'zining ishiga kelib qolsa, har narsani qabul qiladi. O'zining ishiga kelmay qolsa, har narsani qabul qiladi. Bu Yahudlardagi mijaz. Bu oyatda shuni Alloh subhanahu va taolo aslan mushta adamlar. Asli yo'l sizlarga mana shaklda berilgandi. Sizlarga ahdi misoqlar, taklifatlar bu shaklda tushirilgandi. Sizlar uning xiyolingizga kelganini, o'zingizga mos kelganini oldinglar, mos kelmaganini olmadinglar da'vatdi. Yana shu gap uzluksiz davom qilyapti. Ahli kitobning Yahudlarningki Banu İsrailning rasvochiliklari bir-birlab o'rtaga chiqyapti. 85-oyatimizda yani o'xshash shularning shu ahvoli to'g'riliq so'zlaymiz. Allah subhanahu va taolo bularning yana ahvolini bizga aytib ta'matadi. Thumma antum haula'i. Hay! Sizlar deydi. Taqtuluna anfusakum va tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Mana qaranglar ahvolinglarga. Mendiki haula'i degan ifoda, mana qaranglar degan ma'noni ifodalaydi. Ko'rdinglarmi? Ahvolinglarga qarab boqinglar, o'zingizning tarixga qarab boqinglar, hozirgi amaliyatinglarga qarab boqinglar. O'zinglarni o'ltiryapsizlar yani. Birlik, barobarlik yo'q sizlarda. O'zinglar bilan so'qishyapsizlar sizlar. Va tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Aranglardan bir bo'liklarini yurtdan chiqaryapsizlar. Ularga gunoh, tajovuzga yordam beryapsizlar, boshqalar ularga qarshi. Sizlarga asrob kelib qolsa, ularga pedi yurib qutqizib olasizlar. Halbuki bularni yurtdan chiqarib o'tish sizlarga haromdir. Sizlar voy ulni pediyini berib asirga tushib kelni qutqazmasak bo'lmaydi, bu bizning diniy majburiyatimizda qutqizsizlar. Ammo yurtingizdan chiqarayotmanglar, qon to'kmanglar degan vaqtda quloq yopirib, o'zingizning ahvoliga to'g'ri kelgan boshqa ishing yaragan bo'lg'achqa ulni navbat kelib qolsa o'ltirib, navbat kelib qolsa yurtidan qo'g'laysa. Bu hammasi sizlarningki dunyodagi nupuz mal-mulk to'plash g'arizing uchun bo'layotgan ahvol. Bu alaqa Yahudiylarningki Madinada qo'llangan bir siyosatning tanqidlamasi. Bu to'g'risi sal turib so'zlaymiz har holda. Ammo qisqacha desam, Yahudiylar bir necha qabila Madinada, Arablarmu bir necha qabila, cho'ng qabilasi 2 Avs Xazraj deb. Yahudiylar tutgan siyosatda asli Yahudilar bir bo'lish kerak. Yahudi o'g'achqa, dini bir o'g'achqa, tili bir o'g'achqa. Ammo bular boshqalarni ittifoq qilishib, o'ziga qarshi chiqib, o'zining mavjudligining ta'siriga uchrashdan ansramdi. Tutgan siyosati tashqi ishlarga nisbatan o'z ichidan bir nechaga bo'linib, qarshi tarafdagi arablarga ittifoq tashladi. Ma qabila arablarning A qabilasiga, ma qabila arablarning A qabilasiga. Shuning bilan ikki arab qabilasini davomli urush turib, o'tirdi fitna qo'zg'ab, o'tirdan foydalandi. Hatto bu jarayonda o'zlarini o'ldirildi. Chunki Yahudiylarmi ikki tarafda. Ikki taraf urushsa,
birisi bilan urushgandan keyin matrapdagi Yahudi Yahudini o'ldirdi, g'ashlab hatto asriga tushdi. Bu yerga kelgan vaqtda bular ashta manfaatni bugungi dunyodagi ahvol shu Yahudilarning davlatlarning orasida lobbichilik qilayotgan ahvollari shu. Ayni shunga o'xshash mijoz yana. Bu yerga kelgan vaqtda Tavratning ta'limotlariga bular quloq yupurib oladi, ko'z yumib oladi. Chunki birisi qarindoshlarini qirish, yurtini qo'g'lab chiqarish xatodir. Ammo jang bo'lib bo'lgandan keyin asirga tushib qolsa, voy Yahudi boshqalarning qo'lida asir bo'lib qolsa bo'lmaydi deb darhol uni pultlab akeladi. Ya'ni ba'zi yerlarda bular Tavratni ching tutgandek qiyofatga kirib oladi, ba'zi yerda ko'z yumib, quloq yupurib oladi. Buning hammasi o'zining ishiga kelish kamasiga qarab turib bularni tutgan muomalasi. Qur'on buni ayiblayotdi bularga. Deyotdiki, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab va takfuruna bi ba'din." Ajaba sizlarga tushirilgan kitobning ba'zi ishini ba'zini inkor qilmoqchimi? Ayni shaklda bizning ahvolimizga tushadigan ahvol. O'zimizning ishiga to'g'ri kelgan yerda ig'izlarimizdan shalvorimizni iqitib turib, har oyatlarning, har hadislarning gapini qilib, o'zimizning dindor qiyofatda turib masalani hal qilmoqchi bo'lamiz. Ammo o'zimizning ishiga kelmagan vaqtda shaqqida ko'zimizni yumib olib, quloq yupurib olamiz. Bu bizdimi shakllanib qo'yadi bu ahvol. Buning intayin jazosiga qarab, buning Alloh tahdid shaklida deydi. "Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum." Aranglardan bu xil tutgan, bu dinga bu xil pozitsiyada muomala qilganlarning jazosi dunyodagi xorliq. Fatvatimizki, "Va yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab." Qiyomat kunida eng qattiq azobga duchor bo'lsa deydi. "Va mallohu bighafilin amma ta'malun." Sizlar qilayotgan ishni Allohni g'afil deb o'ylamsiz ajaba? Ko'nglingizni Alloh bilmaydi deb o'ylayapsizlar. Shaklingizda, qiyofatlaringizda boshqalarga shunda ta'sir bersamlar, mening ishim halol deb o'ylaymizlar. Alloh sizning qilayotganligingizdan hargiz bexabar emas deyapti. Bu bizga nisbatan nihoyat aniq, uchiq bir signal oyat. Garchi ahli kitobga qarta qilingan xitob shaklida ko'rinyapsimi, ayni shaklda bizning ahvolimizga tushadi. Har kishi o'zining ahvolini o'zi biladi. Uningdan obdaroq Alloh biladi. Hamma odam bo'g'ini oldiga olib qo'yib turib, do'ppisini oldiga qo'yib turib, o'zini hisob qilish kerak. Ya'ni men bu dinning ahkomlariga samimiy sadoqat bilan muomala qilayotamdim yoki ashta shaklda mengayotamdim. Bundan hisob qilish kerak o'zi. Ya'ni bu oyatda Alloh subhanahu va taolo Yahudilarni rasvo qilishini xitob qilyapti. Chunki Yahudilar Tavratdan o'zining xohishiga uyg'un kelganini tatbiq qilgan, ularga xo'sh yoqmaganlarini tatbiq qilmagan. Alloh bularga deyaptiki, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab va takfuruna bi ba'din." Ajaba sizlar kitobning, Tavratning ba'ziga ishni ba'ziga ishonmaysizlar sizlar deb ularningki ahdi misaqqa qo'shilganligini va ihro qilganligini bularga asl to'tsizlar, mashunga qo'shilgan, e'tirof qilgansizlar, sizlar shunga guvohlik bersizlar hozir mana. Ammo amaliyatinglarda u ahdi misaqqa tushmadinglar sizlar deb Alloh bularga asl to'tdi uni. Ya'ni ma oyat hozir biz o'qimoqchi bo'lgan 85-oyat Yahudi bir ayol zina qilib, bular buningga had rajm bilan had tug'izmaslik niyatiga kelib qoldi. Shu vaqtda tushgan. Bular dediki, Muhammadning qashig'iga borayli deb. Shuna deyishdi sallallohu alayhi vasallam. Bularning xayolida Muhammad sallallohu alayhi vasallam bularni avlning kitobidagi rajmidan afu qiladi-ku deb o'ylagan kallasida. Yoki Tavratdagi gapni bilmaydi-ku deb o'ylagan kallasida. Payg'ambar alayhisolamning qashig'iga kelgandan keyin Rasululloh ularga bu hukm sizlarning Tavratinglardan boya degandan keyin bizning Tavratda mana zinaxo'r er yoki ayolning yuzini buyab, masalan qarg'u buyamda qanday bo'lsa buyab, nijosatlarni suykab, loy suykab kishilarni aylantiramiz. Bu bizning hukm dedi. Rasululloh ularga "Ya unda emas. Sizlarning Tavratda rajma oyati bor." Degandan keyin bular qaytib ketdi. Astag'firum. Bu yerdagi bularning oxirgi chiqib qolgan ahvoli xuddi Rasululloh Allohning haddidan bir hadni yengillashtirdi deb o'ylagan. Shunlashqa Rasulullohdan fatvo so'rashdan borgan, ammo Rasululloh ularning o'ylaganidan chiqmagan bo'lg'achqa g'ibida ketib oldi. Yahudlarning ahvoli bu. O'zining amaliyda ko'rilgan tarixiy ahvol bu yana. Bularning mijozi shu. O'ziga kelganlarni, "Voy biz degan kitob ahli, biz degan
Musa alayhissalomning agachkishlari voy bizning tavratimiz bor deydi, xiyoliga o'ziga foyda manfaati kelmaganlarini xolos quloq yopirib oladi. Allah subhanahu va taolo davatudu summa antum haula'i oyatning boshida oy sizlar shuncha ahdi misoqlarni berdinglar, itrof qildinglar, guvoh berdinglar, o'zinglarni o'ltiryapsizlar mana. Ya'ni sizlardan unda qilmaslikqa va'da bo'lgandan keyin sizlar o'zinglarni o'ltiryapsizlar. O'zaro bir-biringizni o'ltiryapsizlar. Bir-biringizni o'ltiryapsizlar degani mavani o'ltirdi, o'ltirguchi qisosan yana o'ltiriladi. Xuddi o'zini o'ltirgandek bo'ladi bu yer. Shuningdek oyatda qo'llangan ifoda o'zinglarni o'ltiryapsizlarga ifoda qilingan oyatda. Alloh subhanahu va taolo da'vatida "Summa antum haula taqtuluna anfusakum" o'zinglarni o'ltiryapsizlar da'vatida. Ana bu oyatda haulay degan so'zni bayatni tushundirdim. Asli haulay arab tilida bular degan bo'ladi, lekin bu oyat bular emas. Bir xil mushu ahvollarni ko'rsatdi dedi. Voy, sizlar qaranglar mana. Ahvolinglar mushugo. O'zaro bir-birini o'ltiryapsizlar degan shaklda. Ya'ni bu hukmga, mushu masalaga qarash uchun, diqqatni chekish uchun kelgan bir ishorat. Aniq oyatning oxiriga qarasak, va tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Aranglardan bir guruh kishilarni yurtlaridan qo'g'lab chiqaryapsizlar deydi. Bular askartdiki, ilgirki oyatda va la tukhrijuna anfusakum min diyarikum deb askartgan oldingi oyatda. O'zinglarni yurtinglardan haydab chiqarmanglar sizlar deb. Bu oldingi oyatda elingan ahdi misoqda kelgan bu. Allah subhanahu va taolo mush oyatda bizning diqqatimizni qaratmoqchi bo'lgan hukm zodi nima desa biz deymizki Rasululloh Madinaga hijrat qilgan vaqtda shirk yurtidan iymon yurtiga hijrat qildi. Iymon yurti degani ba'sa o'zining iymonini saqlab qola oladigan, amal ibodatini qila oladigan, diniy ahkomlarni tatbiqlay oladigan yer bo'ladi. Iymon yurt deganning ma'nosi bu yerda sendan ilgari mu'minlar bor demak bo'ladi. Chunki Madina ahlidan muhojirlar hijrat qilishning oldidan iymon etganlar batdi. Musulmonlar buning oldida Habasistonga hijrat qilgan, lekin Habasiston aminlik yurtiga hijrat qilgan bo'ldi deya qilgan hijrat iymon yurtiga emas. Chunki Habasistonda musulmon yo'q. Albiston faqat musulmonlarga aminlik berdi. Bu nuqtadan hijrat qilgan. Endi Aqaba bay'ati bo'lib, Madinadan bir bo'lak jamoat kelib, Rasululloh bilan va'dalashib, Rasulullohga iymon aytgan. Shundan bilan Rasululloh ular bilan birga Mus'ab ibn Umayrni ularga diniy ishlarni o'rgatish uchun avatgan. Rasulullohning hijrati demak burun bor bo'lgan iymoniy ximir turishning asosida bo'lgan. Ya'ni Rasululloh Madinaga kelishning oldidan Madinaga iymon uruqi kelib bo'lgan. Rasululloh Madinaga kelgan vaqtda Rasulullohning oldiga chiqib qarshiladigan bir to'p mu'minlar guruhi shakllanib bo'lgan. Ma'qul shaklda. Ya'ni Rasululloh Madinaga kelgan vaqtda Yahudilarning hayot planini buzib tashlagan yeri bor. Nimishqa chunki Yahudilar asosan cho'ng 3 qabilda temsil qiladi Yahudilar. Banu Qaynuqa, Banu Nazir, Banu Qurayza deb rivoyatlarda 20 ga yaqin qabilasi bor, lekin cho'ng qabillar shu. Madinada yana arablardan, mushrik arablardan Aws Xazraj deb ikki arab qabilasi bo'ldi cho'ng. Doim bu ikki qabilaning o'rtasida urush bo'lib turdi hamda islom kelishdan ilgari. Yahudilar o'zlarini Awslar bilan Xazrajlar bilan birga turadigan guruh kishilarga, to'p jamoatga ayirib olgan. Chunki ikkisi bor, ikki arab qabilasi bor. Arab mushrik Yahudilarning hammasi birlashsa, arablar birlashib to'qinish yuz berishdan qo'rqib, uzumi bilinib arablarning tarafiga birdan yer oldi hamda. Nimishqa adovatning davom qilishiga kafolatlik qilish uchun. Birlashib qolsa olmaydi. Qachon urush shunda tinchib qolsa, shu ikki guruhning birini yana bir shunda qo'zg'aydi, yangidan urush bo'lsin uchun. Hozirgi qadar Yahudilarning ahvoli shu, bu chunki buning tabiati u davlat bu davlatda lobbichilik qilib, hele dunyoning u davlatida urush boshlasa, hele bu davlatda urush boshlayotdi. Biz aqlimizni kelgandan tortib, hele Iroqda urush bo'lyotdi. Undan keyin Afg'onistonda urush bo'ldi, undan keyin yana Iroqda qaytadan qo'zg'adi, endi Suriyada bo'lyotdi. Bundan keyin nega o'tkaydi bunisi aniq emas, Alloh biladi buni. Demak, Yahudilarning aslida hayot prinsipi, hayot tabiati bu. Boshqalarning urushidan, tinchsizlikdan bo'lib foydalanadi. Masalan, dunyoda kommunistlikni o'tirg'a chiqqan Yahudi, kapitalizmni o'tirg'a chiqqan Yahudi. Davomliq guruhlar o'tirsida adovatni qo'zg'aydigan ham Yahudi.
Medinede müşundati Banu Nezir, Banu Qaynuqa, Hazraj kabilesi bilan bir sapda, Bani Qurayza Aws bilan bir sapda. Hamısı Yahudi yaşılar. Aws bilan Hazraj şunda to'qinishsa, har birisida Yahudiydan ittifoqdoshlik birga turadigan gap hamda. Ikkisi urush bo'lsa, ma'ning qishida o'zining ittifoqdoshlari, ma'ning qishida o'zining ittifoqdoshi birga turadigan gap. Urush tugagan vaqtda nima bo'ladi? Banu Nazirdan, Banu Qaynuqadan asirlanganlarni, Banu Qurayza asirni qutqizib yordam beradigan gap. O'zi asrosimi o yordam beradigan gap hamda. Halbuki mushunda asirga tushib qolishga sabab bo'lgani o'zi, ya'ni mush urushga sabab bo'lgani o'zi. Aws qalbi qilsa, Hazrajni asir olsa yoki ularning ittifoqlashidan asir olsa, Yahudi ittifoqdoshlaridan, endi Yahudiylar kelib, Yahudi asirni qo'yitishga yordam qiladi. Ani qo'yib voy bu Yahudi asirga tushib qolsa olmaydi, Tavratda andaqdi, bundaqdi deb. Chunki bularning qishida aniq dalili bo'pti. Ya'ni Banu Isroildan asir bo'lib qolsa, cho'qim bu asirni qutqizish deydigan bir narsa bor. Am Allah bularning bu xil qilmishiga qarata bularni ayiblab da'vatidiki, "Ey, sizning bu xil ishlaringlar o'zaro birisi-biringlar bilan urushadigan, qon to'kadigan, shundaymi? Bu ishinglar Alloh sizdan olgan ma ahdi misoq qo'ygan kelmaydi. Bu degan sizning dunyoviy manfaatinglarni chiqish qilgan ish bu. Sizlar o'zinglarni o'ltirsizlar, o'zaro birisi-biringlarni. Buni Alloh sizlar bundan to'ssizlarni. To'xrijuna fariqan minkum min. Sizlar bir büyüklaringlarni yurtidan haydab chiqirsizlar. Alloh sizlarni bundan to'sdi. Ularga qarshi günah, tajovuzlar yordam bersizlar, Alloh sizlarni bundan to'sdi. Asrob oldinglar kelib qolsa, sizlar uni paydiy berib, jarimani to'lab qutqizsizlar. Halbuki bularni chiqib etishning o'zimi haromdi. Acaba asr paytda qolsa harom, birisidan qani to'ksa halol, yurtdan chiqib etsa halol. Unda emas. Asli o haromdi tege ishning tege. Mana bu ahvol Mushu Madinada Aws bilan Hazrajning o'tirdi bo'ldigan urushlarda yuz beradigan ahvol. Biz yuqorida dedik uni. Ham oyatda tilganilgan asar bir usarada bir so'z bor. Buni asrlarda tarjima qildik. Asrning ko'pligi, lekin morfologiya o'lchimiga tushmaydi. Chunki aslisi asratdi. Boshqa oyatda mi keladi bu? Masalan, "Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard." Bunu asra, asrning ko'pligi asra, aniq usara mı chiqadi. Lekin asli o'lchamda, normal o'lchamda asra chiqishi. Ammo Qur'on usarani olib keldi. Usara degan so'zni ishlatdi. Til degan ba'zi vaqtda o'lchimining qarshisi bilan chiqadi. Nimishqa? Boshqa bir ma'noga diqqat chekish uchun. Chunki arab tilida o'zgargan har bir o'zgarish bir ma'noni o'ziga olgan bo'ladi. Bikaga o'zgaradigan ish yo'q. Bir ma'no bilan o'zgaradi. Masalan, bununla o'xshagan o'lchamlarga qarab baqsak arab tilida kaslan deb bir so'z bor, g'urun degan bo'ladi. Buning ko'pligi kusala chiqadi. Xuddi asrniki usara chiqqandek. Kaslan degan nima desa, harakati butunlay tuvallagan, harakati pastga tushgan, medirmaydigan, yeydigan, uxlaydigan, ishlamaydigan odamni kaslan deymiz. Asrningmi harakati qaytlanadi, bog'lanadi. Asrga chiqib qolgan odam xohlagancha harakat qila olmaydi. Endi bu yerda xuddi asrni usarroq ko'plik qilish, buning harakatini kishallash degan ma'noga ishorat qilgandekla bir xil ifoda bor. Endi Qur'oni Karimda ikki xil ko'plik ikkisi qo'llandi asrniki. Birisi usara, endi birisi asra. Lekin usara ishlatilgan vaqtida xuddi kusalaga o'xshash, uning harakatini cheklangan bir xil holatni ifodalash uchun, mushuning bizni diqqatimizni tortish uchun, bizning nazarimizni shuni tortish uchun akilingandek. Hem de usaraning ma'nosi, asraning bo'lishining ma'nosi jang bo'ladi. Yani cho'qim bunda to'qinishadigan o'zaro birisi-birisidan urush qiladigan bir taqozo qilgan bir jang bo'ladi. Ulardan har birisi o'zining dushmanini o'ldirmoqchi bo'ladi. Bunda vaqtda undan keyin asir tushadi. Mushta urushlarda. Hamda asra degan so'z mushu o'zaro urush dushmanlar jang maydonida askarlar birisi bilan ushlashgan vaqtdagi harorat, qattiqlikni tuvallatish yuzidan asra degan so'z qo'llanadi. Mana ikkisining farqi shu hamda. Arab tili o'qimaganliginglar uchun balki ba'zi nuqtalar sal tushunib so'p qilishi mumkin. Asra bilan usara. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra bilan usara. Usara dediqo
qattiq jang bo'lib, tushgan asrlar usara bo'lib qolsa, tinchitish, ya'ni tinchlik, jang tinchib qolgan bundaq holatda ma'no yusidan ilingan asrlar asra bo'lib deydi. Xuddi Alloh subhanahu va taolo bu yerda Allohning irodasi ma kishilarni urush bo'lgan vaqtda o'zining nafsining vahshiyligini himoya qilishdi. Ular dediki, asrilinglar, o'ltamanglar. Lekin o'ltirishga majbur qilsang o boshqa. Lekin asrilinglar, asra olsanglar sizlarga foydasi bor. Chunki sizlar ulardan fidya olasizlar, asrning badiliga puldan qutqizib emasmi? Bu ham Alloh subhanahu va taoloninki insonlarga qilib bergan rahmat qonunlaridan bir qonun. Chunki asralish mubah bo'lmagan bo'lsa, cho'qim ikki taraf, ikki askar, ikki guruh urushib qolgan vaqtda cho'qim bir-birini o'ldiritish kerak yana. Shunlashqa odatda asral illa kamda buning o'sha asr petdi hayot qilib qilishi, seni hayotdan xatar olib qolsa o'ldirasang bo'ladi deb jangning qoidasi shu. Ma oyatda Alloh subhanahu va taolo va ya'tukum usara tufaduhum va huwa muharramun alaykum ikhrajuhum. Agar ular sizlarga asr olib kelib qolsa, sizlar uni qutqizib olasizlar, pul mol to'lab, pedi to'lab qutqizib olasizlar, pedi berib, holbuki ularning yurtdan chiqishni o'zi haromdir. Ma'ni kitobda bor deb qilasizlar. Kitobda bor, aniq amal qilmaysizlar deb ayblawatdi bularni. Ya'ni Yahudilardan bir bo'liklari Avs Xazraj bilan bo'lgan ittifoqdoshlar bilan billa. Shuning bilan jangda mag'lub bo'lganlar o'z yurtlaridan chiqiriladi. Uning yurtlari tortib olinadi. Urush tugagandan keyin bularga pedi beradi. Pedini ulardan pedi elib hisobda. Uning sohiblari, tuqqanlari pedini beradi. Ondan keyin ularning yurtlari qaytirilib, balları qaytirilib turadigan bunday bir ahvollar. Ya'ni bu bir xil uyandak bir ahvol. Jangni qo'zg'aydi. Yahudilar ikkiga bo'linib, ikki tarafdan o'rin oladi. Urushib qaysi bir Yahudi qo'lga chiqib qolsa, buni avval yurtidan qo'g'lagan, mol-mulklarini elib olgan shaklda bo'lib, uning keyin buni pedini to'lab, ular pedi bersa, mol-mulklarini aplam qutqizam saqlamaydi. Qutqizib olish bu diniy majburiyati deb, tutilgan odam deganning tuqqanlari, urug' tuqqanlari, qabilalar jim turmaydi emasmi? Avlar tarafidan pulni elib andagan qo'yotadigan. Ya'ni hammasi bir xil mol dunyo ko'zlangan masala. Chunki men ani tutib oldim. Shundaymi? Tutib olgandan keyin qarshi taraf men tutib olgan, asir olgan asirninki egilari, valilari, qabilasidagilar cho'qim pul to'lab tutib. Bu yerdan pul kiradi. Urushaga vaqtda g'animat oladi, bu pul kiradi. Demak, Yahudilar mashta bir gaplar bilan yo'q urushni qo'zg'ab, uningdan o'zaro birisi-birisidan mol dunyo undirib olib, chunki qutqazmasa olmaydi, diniy majburiyat degandek bir gaplarni qilib, mol dunyo to'plash uchun, o'zining moddiy manfaatiga kelganlik uchun mashta bir yo'llarni topgan bo'lar. Avo to'g'ri, ma'o xato. Urushni qo'zg'ashga kelgan vaqtda Tavratdagi urush qilmanglar, o'ltamanglar, yurtni haydab chiqarmanglar degan gaplar anglamaydi. Asir kuchib bo'lgandan keyin, qutqizamsan qanday qildi ma'ni deb qarshi tarafdan pulni elib andagan qo'yib bir xil o'zining ishiga keldi-da bu. Ya'ni Yahudilar nima uchun o'zini bunchalar bo'ladi, bir nechta taqsimot qilib bo'ladi masalan? Desa, chunki bu iymoniy taqsimot emas bu, lekin dunyoviy manfaat taqsimot. Chunki har birisidan mol dunyoga erishadi, undirdi, birisini asralib, undan pul topgan, ani asralib, undan pul topgan. Nimishqa? Chunki sizlar ahli kitob turib deydi. Bu aqlga sig'adigan ish emas, chunki kitob sizlarga unda demaydi. O'zinglarni avsilan bir qismga bo'lasizlar, Xazrajlarni yana bir qismga bo'lasizlar. O'tiranglarda jinoyat, tajovuzchilik qiladi, bir-biringizga tajovuz qilasizlar sizlar. Tazaharuna alayhim bil ismi val udwan. Sizlar ularga qarshi, o'zinglarning qirinishinglarga qarshi bir din turib, gunoh bilan, gunoh deganimiz kishilar hayo qiladigan xato ishni gunoh deymiz emasmi? Hayo qilgandek ish bo'lsin qilganinglar. Tajovuzchilik bilan, ya'ni vahshiylarcha tajovuz qilish, mushni bilan yordam beradi. O'zingning qirinishingga qarshi boshqalarga yordam bersizlar. Ya'ni ularning yurtlaridan ama oyatning oxirisidagi agar ular sizlarga asir uchib qolsa, ulardan pedi elib qo'yib o'tisizlar. Sizlar o'zinglarning odamlarini pedi yurib qutqizib olasizlar. Bu bir uyandak bir ish yana. Ya'ni mol dunyo to'plashning bir shakli bu, xuddi lotereya o'ynagandek ish. Urushni qo'zg'ab, qarshi tarafdan odam qulog'iga uchib qolsa, pul olib qutqizib ol deb, undan pulni elib, yo'q yerdan pul o'ndirish ya'ni. Holbuki uni chiqarishning o'zi, yurtidan chiqarishning o'zi, urush qo'zg'ashning o'zi haromdir. Asir uchib qolgan vaqtda turolmaydi. Voy, qutqazmamsan degan diniy majburiyat deb boshqani qutqizishga qiziq turib, qutqizamiz deb
pulga erishish urushni qo'zg'aydigan vaqtda u gapni quloq anglamaydi. Ya'ni sizlar ularni yurtdan qo'g'lab chiqarsizlar, ulardan pediya olasizlar, ular qaytarib berishni yurtini mushtaq qilish orqali sizlar mol dunyoga erishsizlar. Xuddi bugungi dunyodagi Yahudi lobbichilarining qilgani ayni shaklda. Bir rayonda urush qo'zg'aydi, ikki tarafga qurol sotadi. U yerning masalasi tugisa yana bir rayonda urush qo'zg'aydi, u yerda qurol sotadi, undan bu foydani, bundan bu foydani oladi. Shu Yahudining burundan xarakteri bu. Andigan Allah subhanahu va taolo da'vatida bu nima qilganinglar sizlarning bu? Sizlar ahli kitob aya kelgan vaqtda hajab diniga ching aslisizlar, maya kelgan vaqtda dinga quloq solmay quloq yopirib olasizlar. Ajaba afatu'minuna bi ba'dil kitob, kitobning ba'ziga ishinib, ba'ziga inkor qilamsizlar sizlar. Ya'ni dunyo manfaat asosida olamsizlar bu masalani sizlar. Bu dinga mashta ishlamsizlar sizlar. O'zinglarni avslan xazirlar ikkiga bo'lasizlar. Onu qilisizlar, albuqisizlar bir ilohga ishinib, bir kitobga, bir elchi, bir payg'ambarga ishinib turib, ikkiga bo'lasizlar, ikkiga ayrilasizlar. Halbuki sizlarning dininglar, payg'ambaringlar bunga buyurgan bo'lishi mumkin emas. Umi Yahudi, senmi Yahudi, umi ahli kitob, senmi ahli kitob, bir dinda, bir millat, bir til, kitobinglar bir, payg'ambaringlar bir. Ammo mekin vaqt bo'linib bilan bir-biringizga tajovuz qilib, uning mol mulkini, buning mol mulkini evilish nereden chiqdi bu gap deydi. Deb bo'lib, bu degan din bilan o'ynashqanlik bu. Dunyo manfaati kelgan vaqtda dinni o'zgartganlik bu. Dinni dunyo manfaati asosida tushunganlik va tatbiq qilganlik bu. Intayin ig'ir jinoyat. Buning jazosi fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum. Aranglardan bunda ish qilganlarning jazosi hayot dunyoda xorlash. Dunyoda xorlar bilan o'tishsizlar. Ya'ni bunda qilsanglar, xiloflik qilsanglar, dunyoviy sharafga yetish uchun mushtashlarni qilsanglar, amaliyotda yetemeysizlar o dunyoviy sharafga. Allah sizlarni dunyoda xorlikqa mubtalo qiladi sizlarni. Ya'ni bu jazo, sizlarning jazoyinglar oxiratga kechikmaydi. Balki xorlik dunyoning uzdilam keladi bu bechoralik xorlik sizlarga nisbatan. Oxiratda nima bo'ladigan bo'lsa, desa, Alloh deyotadiki, dunyo bilan ishing tugmaydi yana. Dunyoda xorlik keladi desa, ba'zi bir o'tkazgan jinoyatlarning jazosi dunyoda kesilib, oxiratda yo'q emasmi? Masalan, qo'lni kesgan zinoxo'rga berilgan jazolar dunyoda ham tugaydi, oxiratga ketmaydi. Buni mashtami? Yo'q. Va yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Dunyodagi xorlik bularga Rasulullohning mu'minlar bilan quli bilan yetdi. Buni Payg'ambar alayhisalom, undan keyin Umar radhiyallohu anhu Arabiya araldan surgun qilib qo'g'lib etdi bularni. Banu Qaynuqani Madinadagi yurtlardan qo'g'lib etdi. Bani Qurayza va'diga xiloflik qilib Rasululloh mu'minlarga xiyonat qilgandan keyin bo'g'izlandi. Bu dunyoda xor oldimi bular? Ammo Alloh yani shunga o'xshash, yuqoridagiga o'xshash Alloh o'tkazgan jinoyatlarning ba'zisining gunohini oxiratga kechiktirmaydi. Dunyodagi zulmning jazosi oxiratga kechiktirilmaydi. Chunki mazlum o'zining zolimining yotgan, yiqilgan, o'ldirilgan, jazolanganini ko'rib ishchi asraq bo'shaydi. Mushta olgan vaqtda lekin dunyoning qonuniyati normallashadi, tutiladi. Unda olmaganda o zolim peti ketaversa, mazlum peti ketaversa, zolimning o'zining zulmining jazosini tatqini mazlum ko'misa, dunyo qanday tartib? Hammadan zolim bo'lib qolmamdi vaqtida. Kishilar shu orqali Allohning borligini, Allohning har zolimni kutib turganligini bor qiliq biladi yana. Yahudilarga dunyoning xorligi bek tez keldi. Mu'minlarning qo'lidan keldi. Umar radhiyallohu anhu davrida bular butunlay surib chiqarildi. Rasulullohning davrida Bani Qurayza bayatini degandek butunlay o'ldirildi masalan. Banu Qaynuqa yurtdan qo'g'lab chiqarildi. Dunyoda ham keldi. Boshqa qiyomat kunisimi va yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Eng qattiq azobga duchor bo'ladi bular. Deyishi mumkin ba'zilar dunyodagi bularning tatgan buncha xorligi oxiratning azobidan yetmamdi bularga. Yo'q. Chunki bu dunyodagi bularga berilgan xorlik jazosi bularga berilgan had emas. Ya'ni bularning qilgan etmishlariga berilgan butunlay jazo emas bu. Allohning bularga tug'izgan had hududining natijasi emas u. Dunyodagi xorlik, dunyodagi tatgan azob Allohning had hududidan bir had sifatida ketsa insonga oxiratning azobidan afv qiladi. Masalan, o'g'irlik qilgan odam, bir odam o'g'irlik qilib qo'li kesilsa, zina qilib rajm qilinsa, Mavlaga ma azob Allohning had
hududu sübut bilen yetken boldu. Bu ahiretde hesaplanmaydı. Ama zalimlarning meselesi bu farklı. Şoňlaşqa biz dünyada cinayet ötküzgen kişilerininki had toğuzuşqa çiň toğanlygyny görümiz. Ahiretning azabyny qusquzuş meselem oğurluk qıp qaldy, bir şey kömegen bolsunmu, zina qıldy, birisi kömegen bolsunmu, ya men zina qıldım. Maňa muşu dünýadalam had toğuzulsun dep çiň turdy. Halbuki hiç kim kömegen, hiç kim bilmegen, hiç kimning guwahlygy ýok. Ütküzdi gayş, lekin zolap üzge had toğuzudu. Nimişqa kıyametde qutulup qalay dep. Onunğa o şekilde buludu. Hadning işi o, ama zalimlarning işi. Zalimlarning işi onda emas. Bunda buluşu mındaq gepning oturuğa çıkıp qalmaslyk üçün. Dünyada harlyk, azap yetken zalimlar nimişqa ahiret azabydan afu qılınmaydı degan manda sual çıkmaslyk üçün. Biz deymiz ki bu dünyadaki harlyk ularning cinayetinden hesaplanmaydı. Cinayetdigi hesaplanmaydı o. Ularga zarar yetdi, azap yetdi. Lekin azapning en qattiq ularni ahiretde kütüdü. Çünkü dünyadaki insanның küçü bilen kelgen dünyanın azabı Allah'ның küçü bilen buladigan ahiretning azabından aldıda fevkalade yengil azap bu. Bu dünyadaki azap bu zalimlarga hesap bolmaydı. Onu başka bu dünya insanның hayatı bolgan ülen bilen tükgenden killam tükeydi. Ma dünya insanның hayatı bolgan ma dünya ölüm bilen lam halas tükeydi. Ama ahirette ölüm yok. Azapta mengülük var. Şoňa zalimlarni kütüp turduğunu dünya emas, ahiret. Dünyadaki o bir kısım azap bu. Bir kısım ceza o. Hakiki cezası bularnınki kıyamet günüsi. Dep bolup ahiretde Allah subhanahu wa taala keng gülemli bir signal berdi. Ve mallahu bi gafilin amma ta'malun. Yani oylamaňlar ki Allah subhanahu wa taala özüniň dünýasynda bolup atgan işlerini gafil dep oylamaňlar. Allah'ını ne mögüdeş, ne uyku tutmaydı. Allah her neysini bilip durdu. Usam, çapsam, kırsam, öltesem, akıllıqlığım bilen kıldım, küçüm bilen kıldım, texnikam bilen kıldım, yak imkaniyetim maşıtıdı mı? Madem degen aştağı kılış gerek dep oylama. Çünkü senin kılgan etivatkanını hesaplavatkan Allah var. Bunun hesabını kılavatkan Allah var. Çokum senin tegislik cezayang ne? Allah berdi. Degen şekilde bir xil agahlandırış berdi. Şunu bilen bugünkü bizning dersimiz ahirlaştı. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin.